Siz farzandingizni sindiradigan, baxtsiz qiladigan va hatto kelajakda ajrashishga sabab bo'ladigan onasiz. Qo'rqib ketmang, bu haqiqat. Nimaga bunaqa deyotganimni bilmoqchi bo'lsangiz, yaqinroq keling, men sizga tushuntirib beraman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Men Sitora G'aybollayevna, ayollar va bolalar psixologi, psixogenetik. Aynan amaliyotimda bir necha minglab konsultatsiyalar qilgan mutaxassis sifatida men sizga ushbu gaplarimni tushuntirib beraman. Nega farzandingizni sindiradigan, baxtsiz qiladigan va ajrimga sabab bo'ladigan degan jumlalarimni hozir sizga tushuntiraman. Xo'p, menga bitta savolimga javob bering. Nega oxirgi paytlarda eringizdan norozisiz? Nega oxirgi paytlarda qaynanangizni tinimsiz ko'chadagiligiga yomonlaysiz? Nega yashayotgan hayotingizdan norozisiz? Ichingizda o'zingizga tinimsiz savol berasiz. Nimaga ham shu erkakka tegdim? Nima uchun tegdim? Tegib men shu insonga nima ko'rdim? Men shu insonga loyiqmidim degan ichingizdagi noroziliklaringiz yo'qmi? Bor deyapsizmi? Aynan birinchi asosiy omil siz norozi, atrofdagilardan alamzada va jertva ayolsiz. Sizni nazaringizda, agar siz eringiz bilan bitta tom ostida yashasangiz, farzandlarni dunyoga keltirsangiz bo'ldi, tamom, siz ayollikdagi hamma ishlarni qilib qo'ydingiz. Hammasi okey, cheki deb o'ylayapsiz. Noto'g'ri. Ayollik faqatgina farzandni dunyoga keltirish, hovlini supurib tozalash, ovqat qilinishlik bilan belgilanmaydi, tushuning. Yo'q, men bu bilan sizni qilayotgan mehnatlaringizni bir tiyinga chiqarmoqchi emasman. Shunchaki meni jonim kuyyapti, shuncha mehnat qilganingizga yarasha farzandlaringizdan ertaga zo'r kelajak ko'rishingizni istayman. Chunki farzandlar ertaga sizni uyda supurganingiz, tozalagan, qilgan ovqatingizni eslab qolmaydi. Lekin sizni ichki noroziliklaringiz uni tashqariga chiqarganingizni aniq eslab qoladi. Misol uchun o'tirib, eringizdan noroziligingizni har gal bolalaringiz ovqatlanganda, ular nimadandir norozi bo'lib, "Oyi, kasha yo'qmi? Oyi, sut yo'qmi? Oyi, shakar yo'qmi?" degan, "Sanading shunaqa, olib kelolmaydi" degan paytingizda ular eslab qolishadi. Siz har gal sizni uyingizga eringizni qarindoshlari kelganda, opasi, singli kelganda, taraq-turuq qilib, qo'va-tumshuq qilib, ularga qilgan xizmatingizni farzandlaringiz aniq eslab qoladi. Va ular ketgach norozi bo'lib yig'ishtirishingizni farzandlaringiz aniq eslab qoladi. Baxtsiz jertva ayol hech qachon farzandlariga baxtli hayot ssenariysini bera olmaydi. Siz aytishingiz mumkin, "Men bu uyda faqat bolalarim uchun chidab yashayapman. Bu uyda boshqa hech narsa meni ushlamayapti" deyotgan bo'lsangiz, eng katta xatoni mana shu joyda qilyapsiz. Toki siz baxtli bo'lmas ekansiz, ichingizdagi noroziliklarni ishlamas ekansiz, o'zingizni travmalaringizni ishlamas ekansiz, atrofdagi jarayonlarni qabul qilmas ekansiz, norozi, jertva, baxtsiz ayol hatto bitta tom ostida eri bilan yashasa ham, hatto bitta nikohda eri bilan yashasa ham, hatto bitta zagsda eri bilan yashasa ham, hatto qasr uyda yashasa ham farzandlariga shunchaki baxtsiz hayot ssenariysini beradi. Shuncha mehnat qilganingizga yarasha ertaga zo'r kun yashashni xohlamaysizmi? Endi keling eringizga. Eringizdan ko'nglingiz to'lmayapti va har gal o'zingizga mos ko'rmayotgan paytingizda siz farzandingizga "Seni otang bo'lmag'ur, uni qo'lidan hech narsa kelmaydi, u hech narsaga yaramaydi" degan jumlalarni gapirmasangiz ham his qildirasiz. Ko'plab izohlarda o'qidim. Men erimni hech qachon farzandlarimga yomonlamaganman, lekin nima, meni bolam ko'rmin degan izohlar kelgan. Hurmatli ayollar, sizni gapirishingiz shart emas. Travmalar faqat gapirib berilmaydi. Siz qilgan hissiyotlar, ya'ni siz his qilgan hissiyotlar avtomatik tarzda bolalaringizga o'tadi. Nima, sizni qovoq-tumshug'ingizni, noroziligingizni, taqir-tuqurlaringizni bolangiz ko'rmayaptimi? Har gal eringiz gapirganda ensiz qotirishingizni bolangiz ko'rmayaptimi? Bitta narsani qat'iy qoida qilib yozib oling. Men bu bilan sizni dilingizni og'ritishmagan, siz mutlaqo nohaqsiz demoqchi emasman, shoshmayman haqimda xulosa qilishga. Men sizni o'ylayapman. Shuncha yildan buyon tishingizga qo'yib, sizga qancha zulm qilinsa, fitna qilinsa ham chidab sabr qildingiz-ku. Endi ozgina ilm olib jertvalikdan chiqing. Ozgina ilm olib qalbingizni tozalang. Ozgina ilm olib eringizga nisbatan kibringizni poklang. Ana o'shanda sizni bolangiz jamiyatda o'rni olishini Xudodan boshqa hech kim to'sqinlik qila olmaydi. Siz eringizni qanchalik sindirayotgan bo'lsangiz, o'g'lingizni ham jamiyat shunchalik sindirishga tayyordir. Siz qanchalik baxtsiz yashayotgan bo'lsangiz, qizingiz ham shunchalik jertva bo'lib, doimiy erkaklardan nedavoyni bo'lishga tayyordir. Xo'p, nima qilishim kerak? Chiqib olib internetda taqillik qilish senga oson demoqchimisiz? Yo'q.
Men ham bir paytlar sizga qilingan zulmlar, sizga qilgan fitnalarni o'tib yashab kelmoqdaman. Xudoga shukr 14 yillik oilaga va baxtli turmushga egaman. 14 yillik oilamda eng katta o'rgangan mana ilmlarimdan bittasi, ayol kishi ilm olmas ekan, jertvalikdan chiqmas ekan. Eriga, erining qarindoshlari, ayniqsa eri tomondagi qaynonasi, qaynotasiga nisbatan nafratdan ishlamas ekan, unda farzandlari shunchaki sinmaydi, baxtsiz ham bo'ladi. Ertaga Xudo asrasin ajrim ssenariysini ham yashaydi va eng yomoni ular otasidan nafratlanib o'tadi. Siz buni istamaysizku. Musliman, keling ilm olib o'zingizni isloh qilishdan boshlang. Bunda sizga yordam berishdan faqatgina mamnun bo'laman. Meni kuzatib boring, YouTube'da sizda tekin efirlarim, tekin darslarim orqali faqatgina sizga kerakli bo'lgan ilmlarni, praktikalarni berib boraman. Keyingi videolarda ko'rishamiz.